to'xtaymiz. Xo'p, mana tillarda ko'radigan bo'lsak, qanaqa holat? Hozir mana tillarda bizda storydan keladigan bo'lsak, bizda bu yerda narx uptrend, ya'ni trend, asosiy trend bayda bo'lgan, narx ko'tarilgan, maksimum yoki minimum. Mikrofonni to'xtatish iloji bo'lsa iltimos. Mana bizda minimum hosil qilgan, maksimum trend bayda va narx yana razvrot olib tepaga chiqib ketgan. Ko'rasizlar? Xo'p, bu holatda bizda kunlik time frame'da mana swing high, ya'ni kunlik time frame'da swing high shakllangan, swing low va narx yuqoriga olib o'tgandan keyin struktura bo'z qilgan. Va undan keyin yana narxda nimani kuzatamiz? Mana bu joyda orqaga korreksiya, minimum yana narx maksimum sindirib o'tgan, struktura bo'z qilgan. Mana bu joyda qisqacha korreksiya bo'lgan, lekin bu yerda maksimum bilan minimum, ya'ni swing high bilan swing low yo'q. Nimaga? Bu joyni biz soch deb olgan bo'lsak, agar narx tepaga dash olib o'tib ketgan. Ya'ni bu yerda o'zi korreksiya hisoblanadi. Bizni strukturamizga tushadi. Ya'ni qanaqa strukturamiz bor edi bizda? Bizda mana bu strukturaga tushadi. Ya'ni bizda nima bor? Bu yerda narxda maksimum va minimum, ya'ni struktura bo'z qilgan. Misol uchun bu tarafda istoriyada oladigan, mana shu holatda narx keldi. Mana bu joyda inducement yechildi, minimum tasdiqlandi, narx yana xuddi shu holatga ko'tarilyapti. Va yuqorida ham xuddi shu mana inducement yechildi, maksimum tasdiqlandi, to'g'rimi? Xo'p, yana narx qulayapti-da, mana shu holatda narx 50% gacha tushdi, ya'ni diskount zonamizgacha tushdi va bu joyda yana nima bo'ladi? Ya'ni bu yerda razvorot model hosil bo'ladi. Narx maksimum, ya'ni korreksiya impuls bilan tushadi, impuls korreksiya va bu yerda razvorotdan keyin yana narx tepaga ko'tarilish boshlaydi. Yana xuddi shu holatda mana bu joyda qisqacha korreksiya, inducement yechiladi, maksimum tasdiqlangan, minimum tasdiqlanadi, lekin bizda asosiy swing struktura mana bu hisoblanadi. Bu joyda kichkina internal struktura tasdiqlanadi va bizda kichkina time frame'da IBOS hisoblanadi. Biz buni shu holatda misol uchun valid zona qilib yoki mana buni inducement qilib olishimiz mumkin. Nimaga? Chunki swing strukturada mana maksimum, minimum bizda mana bu oradagi korreksiya va korreksiyani yutadi, ya'ni bu yerda asosiy bozor inducementni yechadi, kunlik time frame'dagi va narx mana bu bizda asosiy zonamizdan, ya'ni demand zona bilan narx dash ko'tarilib ketadi. Xuddi shu narsaga e'tiborga olish kerak, adashtirib qo'ymaslik kerak. Buni o'chiramiz hozir. Tushundinglar? Ya'ni bizda bu o'rtadagi asosiy rol o'ynaydi, ya'ni mana bu korreksiya. Bu korreksiya bizga aldamchi harakat desak ham bo'ladi, mana buni o'zini. Bizda asosiy swing high, mana bu joyda ham swing high, swing low, mana bu joyda ham swing low. Narx yana nimani bo'lishi mumkin? Mana shu holatda korreksiya bilan tushib turib, dashi tepaga otishi mumkin. Va bizda mana bular ichki struktura, ya'ni korreksiya hisoblanadi, mana bunga o'xshagan. Bizda asosiy struktura mana shu joyda qoladi. Tushundinglar? Xuddi shu holat bo'lgan bu yerda ham o'chiramiz. Hop. Bu joyga ham xuddi shu narsani kuzatishimiz mumkin. Bozor bu yerda ichki strukturani maksimumini yechdi va ichki strukturani inducementini ham mana bu joyda yechdi. Va undan keyin narx ozgina tushib, обязательно mikrofonni yoqish shart emas. Va ozgina konsolidatsiyaga tushib, ya'ni mana bu joyda konsolidatsiya bo'lib, ikki tarafga range harakat qilgan. Range harakat qanaqa bo'lgan? Hop, bizda yana bu hozirgi holat, mana maksimum, minimum. Mana bu joyda qisqacha korreksiya deydigan bo'lsak, narx tushgan. Bu joyda ozgina konsolidatsiya hosil qilganlar. Va undan keyin dashi tepaga ko'tarilish boshlagan. Bu joyda ham xuddi shu narsa tepada ta'kidlaganim, ya'ni bizda swing minimum, ya'ni asosiy tasdiqlangan minimum va asosiy tasdiqlangan maksimum. Bozor tushdi va mana bu bizda demand zonamizdan narx yuqoriga razvorot qildi, yana pastga ham likvidatsiya qildi, ya'ni manipulyatsiya qildi. Maksimum minimumlarni yechdi bu joyda va narx dashi trendga mos holatda ko'tarilib ketdi va bizda asosiy struktura bu yerda bo'z qildi. Ya'ni mana bu zonamiz narx yiqilgan va ikki tarafga manipulyatsiya qilgan, ya'ni mana bu holatda. Ko'rasizlar, minimumni ham maksimumni ham yechadi va bizda kutilgan zonaga tushib narx dashi ketadi. Mana shu holatda bizda consolidation zona, ya'ni buni yozadigan bo'lsak, bu joyga consolidation hisoblanadi. Ya'ni konsolidatsiya degani narxni ma'lum bir zonada yig'ilib qolishi va undan keyin dashi trendga mos holatda ketadi. Bu narsani kuzatishimiz mumkin bozorda ham. O'chiramiz. Bu joyda ham xuddi shu narsa bo'lgan tillarda. Tillarda misol qilib ko'rsatyapman. Mana bizda mana bu zonada konsolidatsiya, narx yana tepaga dashi, bu joyda struktura bo'z qildi va yuqoridagi bizdagi yuqorida ko'radigan bo'lsak, supply zonamiz bor edi oylik time frame'da yoki haftalik time frame'da ko'radigan bo'lsak, uni o'sha zonamizga chiqdi va razvorot olib, narx dashi yana qulashni boshladi. O'sha qulashda bizda mana bu tasdiqlangan minimumni sindirib o'tdi. Bizda razvorot modeli hosil bo'ldi. Ya'ni
asosiy trend, ya'ni kunlik time frame va haftalik time frame'dagi trendimiz bu joyda selga o'zgardi. I plus yana bizda nima bor edi bu yerda? Mikrofonni o'chirib olib gapirsangiz iloji bo'lsa xalaqit bermaydi. Ya'ni bizda oddiy trend bo'yicha qaraydigan bo'lsak ham mana bizda shu joyda trend shakllangan edi va o'sha trend yorib o'tgan mana impuls bilan. Misol uchun deyapman. Ya'ni retail yo'nalishida qaraydigan bo'lsak. Va undan keyin nima holat bo'ldi? Narx darshi quladi. Bu joyda mana ko'rishingiz mumkin, qulab. Bu joyda yana ozgina maksimum bilan minimum tasdiqlab bergan. Qanaqa ko'rinishda bo'lgan u? Narx impuls bilan quladi, orqaga korreksiya berdi va bizda minimum tasdiqlab berdi. Va mana bu zonamizdan, supply zonamizdan narx yana ozgina quladi va bu yerda likvidatsiyasini yechib, narx ozgina ko'tarilib, tepada ham likvidni shakllantirib, narx darsh tushdi va struktura bo'z qildi bu joyda. Struktura bo'z qilgandan keyin bizda mana bu pastda yana razворотный zona, ya'ni inducement yechilgan, minimum tasdiqlangan, narx ko'tarilgan va mana bu bizda likvidnessni, ya'ni ichki struktura likvidnessini yechib turib bozorda va yuqoridagi sweep qilgan, ya'ni bizda asosiy strukturani swing high sweep qildi, shpilkasi bilan urdi va bizda mana bu refine qilingan kichkina time frame'dagi blokimizdan narx dashi shu zonadan razворот olib, narx yana qulashni boshlagan. Ya'ni bu yerda qanaqa strukturaga tushyapti bu zonamiz? Pastda belgilab o'taman. Ya'ni narx yuqoridan qulayapti. Razворот olib, xuddi shu holatda tushishni boshlagan. Hop, bu yerda sal chuqurroq korreksiya bo'lgan desak ham bo'ladi. Mana bu holatda. Va bizda mana bu maksimumni sweep qilib turib, undan keyin dalcha qulashni boshlagan. Biz mana bu joyda minimum sindirib o'tgan. Mana bu joyda ozgina konsolidatsiyaga tushgan narx, undan keyin yuqori ko'tarilib, mana bu tepadagi zonamizni sweep qilib, ya'ni shpilkasi bilan urgan va polностью likvidnesslarni manipulyatsiya qilgan, ya'ni yuqoriga yechib turib, keyin dalcha pastga qarab narx harakatlanishni boshlagan va biz mana bu joyda razvorotidan selga tushishimiz mumkin. Undan keyin xuddi shu holatda narx mana bu joyda qulashni boshlagan. Ya'ni trendga qarshi bo'lgan blokdan baykirish xato edi va bir marta reaksiya qilib dalcha yorib o'tib ketgan. Xuddi shu holatda ko'rishingiz mumkin tillada. Hop, mana endi o'sha zona. Va undan keyin nima bo'lgan? Undan keyin mana bu zonada bizda maksimum tasdiqlab berdi, to'g'rimi? Maksimum narx pastga tushib yerda minimum tasdiqlab bergan va narx orqaga 50% korreksiya berib, bizdagi kutilgan zonadan, ya'ni mana bu joyda 50% yuqoridagi bizda nima desak bo'ladi? Ichki strukturani likvidness'i bor edi, immunni o'shani mana sweep qildi va tepadagi bizdagi yashirin blokdan yoki kichkina time frame'dagi blokdan desak ham bo'ladi. O'shanda mana bu zonadan razворот oldi va dashi yana selga tashlashni boshladi. Hozir qanaqa holat kutilyapti bizda SMT dan, ya'ni Smart Money Trapdan. Smart Money Trapni ham qisqacha bu joyda yozib ketaman. Ya'ni bu nima degani? Smart Money Trap. Ya'ni bizda qisqacha reaksiya beradigan zonalarimiz, ya'ni trendga qarshi bo'lgan asosan bloklarimiz shu Smart Money Trap deyiladi. Buni SMT qilib, qisqacha SMT qilib belgilaymiz. U qanaqa bo'ladi? Trend selda bo'ladigan bo'lsa, mana bu trendga qarshi bo'lgan bloklarimiz, ya'ni bizda mana shu zonada bitta blok, pastroqda misol uchun yana bitta blok bo'ladi, to'g'rimi? Umuman o'sha bloklarimiz, ya'ni trendga qarshi bo'lgan bloklarimiz bizda SMT hisoblanadi. Nimaga? Chunki bular bir marta reaksiya berib, dash o'tib ketadi. Unga qattiq ishonib qolmash kerak. Ya'ni trend sellda birinchi navbatda aytaylik, trend sellda bizda struktura bu yerda bo'z qilgan yoki bo'z qilishdan oldin ham misol uchun aytaylik trend sellda edi va narxda chiqishda bu yerda demand zona, yana ko'tarilishda demand zona yoki order blok va bu yerda razворот va yuqoridan selga harakat qilishimiz kerak, lekin mana bu joydan bayga dash olib chiqib ketish xato narsa. Bu joyda Smart Money Trap, ya'ni bizda order blok shakllangan, bir marta reaksiya berib chiqadi va yana selga tashlaydi. Va pastdagi yana blokimizdan ozgina reaksiya va yana dashi selga tashlab bizda mana bu kuchsiz minimumni urib ketadi. Imuni o'sha zonamizda SMT qilib belgilaydigan bo'lsak, bu Smart Money Trap hisoblanadi. Bu joyda ham xuddi shu Smart Money Trapda reaksiya olyapti bozor. Mana hozir ko'rsataman. Imuni tillada. Mana trendga qarshi bo'lgan blokimiz bor edi, narx keldi, bir marta reaksiya oldi, tepadan yana selga bum quladi. Hozir ham xuddi shu narx ko'tarildi, bizda mana bu blok bor edi, narx bir marta reaksiya oldi va qulashga yaqin turibdi. Lekin ko'pchilik nima deyapti? 19.50, 19.60 u вообще bekorchi gapda, to'g'risi. Sal qiyin masalada 19.50 deganda hozir qayerda? Mana shu zonagacha. Swing highgacha. Bu qanday strukturaga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu tilladan to'g'risi mo'jiza kutishdek gap. Hozir asosiy trend selda bizda strukturamizdan hozir ko'rsatib belgilab o'tib ketaman. Qaysi strukturaga tushadi? Hop, narx trend selda korreksiyalari bilan ko'rsataman.
trend selda swing high bilan swing low turibdi. Narx yuqoridagi likvidnesslarni yechdi, ya'ni 50% gacha bo'lgan likvidnesslarni yechib, yuqoridagi blokimizdan razворот olib, minimumga take profitgacha ushashimiz kerak. Lekin hozir nima deyapti? Mana bu blokdan bir marta reaksiya olib turib, shu tushayotgan joyda dash tepaga deyapti. Nima sabab yo'q-ku bu yerda tepaga chiqib ketishga tillagan. 1950 1960 ga. Bu men sabab deb bilaman, ozgina ko'tarilsa yuqoridagi zonadan dash minimumgacha sel ushayotgani 1905 pasti. 1905 gacha. Bu yerda ham xuddi shu holat. O'shaning uchun analizda ham selga belgilab qo'yganman. Ya'ni kamida 1900 ga tushadigan bo'lsa ham 1900 dan yaqin. Kamida 18.87 340 punkt. Ya'ni qanchada bir haftadan 10 kundami bilmadim, bir oydami balkim, lekin tushish kerak. Bu bayga olib chiqib ketish to'g'risi matematikaga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Tillada sel bitimi ushlash kerak. Bitta mana shu korreksiyani o'ziga ishonib, bu bayga olib chiqib ketaman deb xato. Tepadagi zonamiz ham turibdi mana. E'tibor qilsanglar, trendini shakllangan. Trend deb yozib qo'yganman. Maksimum hozir 1 minut. Mana maksimum narx quladi, pastdan yana korreksiya oldi, ko'tarildi va tepadan yana korreksiya, yana pastdan korreksiya, endi yuqoridan narx tushishni boshlayapti. Bu tushayotgan trendga qanday tepaga olib chiqib ketish mumkin tushunmayapman men. Tepaga deyishyapti, bilmadim. Menda ideya selga, strukturaga ham, trendga ham, har qanaqa holatga ham shu tushadi. Ozgina ko'tarilishi mumkin, 100 punkt minimum. Maksimum 100 punkt yoki 50 punkt ko'tarilishi mumkin, lekin 1950 1960 u вообще ertak narsa deb o'ylayman. O'shaning uchun selga olib tushish plandaman. Kamida mana bu KVGgacha, ya'ni imbalansgacha. Imbalansimiz narxi 18.50 da. Ya'ni yilning oxirigacha 18, ya'ni shu imbalansgacha tushib bersa ham yetadi. Yilning oxirigacha tushib, ya'ni ozgina narx ko'tarilib, dash yorib turib, balkim tepadagi zonalardan keyin dash olib tushishimiz ham mumkin. Shunaqa ideyalar ham bor. Tushunyapsizlar? Lekin bu ko'tarish yangi haftaga sal qiyin narsa. Kichkina time framedan ko'rib chiqamiz. Asosiy ideya shu menda. Mana bu imbalansgacha tushib beradigan bo'lsa, mana shu imbalansdan yana ozgina ko'tarib, balki maksimumga yetishib, keyin qulashi ham mumkin. Lekin mana shu 18.50 gacha yilning oxirigacha tushib berish kerak. O'shaning uchun sel bitimlardan hozirga tushab turibmiz. Asosiy trenddan mana selda minimum maksimumlarni ko'radigan bo'lsak, chiroyli strukturaga tushgan bu. Вообще qanaqa xayol bilan, qanaqa nima bilan analiz bilan qilishyapti, to'g'risi matematikaga ham tushmaydi bu narsa. Xo'p. Hozir sal boshqacha varianti ham bor, ko'rsataman. Bizda SMC FIBO bo'yicha Fibonacci zonalarimiz ham bor edi. Adashmasam shu zonalardan reaksiya olyapman. Ozgina e'tibor beribdi. Bizda ikkinchi zonamiz ham bor edi, bilsanglar, default holatda. Mana 0.50 bilan 382 zonamiz bor edi o'tgangi darsimizda gaplashganimizda. Imuni shu premium zona, ya'ni golden zona ham deyshadi. Ya'ni trend seldami imuni shu zonada ushlash kerak. Narx qulayapti-da, orqaga reaksiya, ya'ni minimumni sindirib, keyin qaytayotgan narsani uji selga ushlash kerak. O'sha razворотdan keyin narx normalniy qulash bo'ladi. O'sha zonalarni 50% yuqorisidagi 382 yoki 79 bilan 705 edi, to'g'rimi? Xuddi shu narsaga to'g'ri kelyapti mana tillada ham 0.50% bilan 382 dan razворот olib qo'yapti. Например, o'sha yerdan sel ushlagan odam ham stop loss aytaylik 232 da bo'lsa ham take profit 1 da qo'ysangiz ham, misol uchun 1 ga 2.5, 1 ga 3.5, lekin sabrli inson bu yerda normal ifodada chiqadi. U kuniga 20 ta bitim ochmasdan, bitta bitim bilan 10 kun, 15 kun maksimum 1 oy kutish mumkin, lekin bu zonamizda 560 punkt. Bu 0.50 bitim ochsiz ham qancha примерно hozir 560 punktimiz 3.5 ming dollar, 3 ming dollar atrofida bo'lar yo'q bilan agar 0.50 bitim ochib ushlaydigan odam ham uzoq muddatga 3.5 ming dollar qancha примерно, misol uchun aytaylik, shu yerda bitim ochib narx 19 yoki 20 kunda 20 kunda 3.5 ming dollar bir dona bitim bilan yomon emas o'zi aslida uzoqni o'ylab turib qaraganda. Lekin bizda har kuni 100 dollar yo'qotish, 200 dollar topish, orqasidan yana 400 dollar yo'qotish bizda shu narsaga qattiq o'rnashib qolgan. Uzoq muddatli savdo. Hozir ham misol uchun mana shu joydan sel ochsanglar, hop aytaylik shu joydan sel ochasizlar, stop loss qayerga? Birinchi stop lossimiz mana shu shamni yuqorisiga qo'yadigan bo'lsak, take profit minimumga qo'yiladi va 1 ga 277. Aytaylik sizlar 0.20 yoki 0.10 bilan bitim olsanglar, take profitimiz 330 punkt. 0.10 bilan olsanglar 300 dollar bor degani. Stop loss 120. Ya'ni 0.10 olsanglar 120 dollar yo'qotasizlar yoki 330 dollar topasizlar. 0.50 bitim ochsangiz o'shani 5 barobar. Endi o'zingizlar hisoblab olsanglar bo'ladi. Примерно 1.5 ming dollar yo'qotish 600 dollar. Bu sabrli insonga lekin hech narsa emas. 10 kun yoki uzog'i bilan bir hafta. Balkim yangi haftaga tushib berish ham mumkin. Menda ideya shunaqaki, narx dash ko'tarish qarshiman. Mana bu bizdagi blok
yetarlicha ishlab berdi. Ya'ni bizda drop base drop bo'lgan qoidamiz bor edi. Ya'ni narxda drop va base yana drop va pastdan yana razvorot, yana narxda ko'tarilish, drop base drop, yana ko'tarilish, yana pastda reaksiya va dalshi. Mana shu qoidamiz bor edi bizda bilsanglar. Ya'ni mana bu bizda shakllangan zonamiz, ya'ni imенно mana shu bazamiz bizda qachon ishlab beradi? Imенно shuni ro'parasiga kelganda kamida 20 kamida 10-15% gacha reaksiya berish kerak. Ya'ni mana bu bizda razворотный model, ya'ni konsolidatsiyadan keyin razворот qilib chiqqan va mana bu demand zonamizga keldi, narx yig'iladi, bir ikki marta reaksiya beradi, orqaga yorib o'tadi. Va imенно yuqoridagi supply zonamizdan narx qulaydi, mana bu yana bizda shakllangan zonamizga kelib reaksiya oladi, bir ikki marta va dash ketmaydi bu. Dash yorib o'tib ketadi va mana bu zonaga kelib turib yana ozgina yig'ilib, yana dash ketish kerak. Sabab trend selda bizda. Imенно o'sha narsa borligi uchun ham menda ideya shu. Ya'ni bizda mana bu zonamiz menimcha yetarlicha ishlab berdi. Hop, общийdan olamiz. Hozir o'chirib turib ko'rsataman. Hop, narxda mana bu ko'tarilish, drop va buni ichida bizda qaysilar baza? Bitta baza bor. Buni ehtimol ikkita, kichkinaroq qilib oladigan bo'lsak ham, mana bizda bitta baza. Hop, bizda ikkinchi baza, uchinchi baza tepada. Mana. Hop, undan keyin yana bizda nima? Bizda yana xuddi shu narsa, narxda qulash, mana yana drop bor. Buni hisob qilamiz. Hop, bu ishlagan bir marta. Hop, bu ham ishlab bergan, bu ham ishlab bergan. Endi bu tarafda-chi nechta bo'lgan? Hop, bir marta qulash bu yerda bizda rangini hozir yashil qilamiz. Bitta, bu zonada ikkita, bu zonada 3 ta. Hop, mana 3 ta va bizda yana bormi pastroqda 4 ta mana. Endi buni ro'parasiga tortadigan bo'lsak, eng tepasidagi kemada o'sha yerda o'zida ishlab bo'lgan, ya'ni narx qulayapti, orqaga korreksiya qulayapti-da, mana bu bizda zona shakllandi, ya'ni bizda baza shakllandi. Bazaga chiqdi, narx quladi, bo'ldi, u ishladi. Undan keyin yana baza, narx chiqmadimi? Bu keyingi chiqishda o'sha baza ishlaydi, narx undan keyin reaksiya olib beradi kamida. O'sha narsa bo'lgan bu yerda mana bitta ishlab bo'ldi, ikkinchisi ishlab bo'ldi va bizda uchinchisi turibdi mana ishlamagan. O'shanga keldi, narx o'shanga kelib turib mana reaksiya olib, narx orqaga qaytyapti. To'g'rimi? Hop, bizda pastroqda ham bor edi, bu ham ishlab bo'lgan mana bir marta. Ya'ni narx tushdi, yig'ildi, yorib o'tdi, qaytdi, o'shani ro'parasida reaksiya berdi bir marta. Aytmoqchiki, bozor o'sha zonada narx yig'ilgan, kuch bor, o'sha zonaga kelib turib men kamida reaksiya berishim kerak. Kamida orqaga kuch to'plab turib, keyin yorib o'tib ketib, yana qaytish nima bo'lyapti shu zonada mana. Reaksiya olyapti va dash yana pastga degani bu. Tushunyapsizlar? Buni qiyin joyi yo'q lekin. Yana o'shani belgilaydigan bo'lsak, mana o'sha zona va bir marta reaksiya oldi, bo'ldi. Uje men bu yerda borman degan ma'noda, uje kuchim bor degan ma'noda belgi qoldirdi va pastdagi zonaga tushgan обязательно 1900. Va o'sha zonadan yana ozgina korreksiya va pastga movement qulaversa, qanchalik narx ko'tarilishi mumkin, bunda shu zonani o'ziga, undan keyin dashi pastga. Tushunyapsizlar? Ya'ni har bitta zonamiz, har bitta demand zona bo'ladimi, supply zona bo'ladimi, order blockmi, imbalansmi, bular bir-biriga bog'liq. Bu shakllanishga sabab nima? Shakllanish hozir imенно mana shu zona shakllanmasa, prosta oqib ketganda ham bo'lasiz bozordan, prosta oqib ketganda ham bo'lasiz. Keyin qaytayotganda ham prosta ko'tarilib ketib qoladi. Unda bozorda volatilность, liquidность, stoplar, yig'ilish, narxda zarar qilish, foyda qilish shunaqa narsa bo'lmas edi. Tushunyapsizlar? Ya'ni misol uchun bizda ASIC 200 cash indeksmi shunaqa narsa bor, faqat qulab turib, faqat ko'tarilib turib, faqat qulaydi. Bunaqa narsa bozorda mana bu bizda volatilность degani, ya'ni bozorda shunaqa maksimum minimumlar shakllanishi, stop yechilishi, narx davom etishi, mana shular bozorning harakatiga sababchi. Bu yerda reaksiya berayotgani ham sababi shu. Bu yerda supply zona shakllantirib, bozor qulaydi va qachondir o'sha zonaga chiqib yana reaksiya beradi. Bu mana shu zonadan. O'shaning uchun bozor o'zi supply va demand zona shakllantirib harakat qiladi. Bu joyda ham narx ko'tariladi, bir marta reaksiya berdi, sell va uchadi narx. Bu yerda demand zona shakllandi, qachondir kelib reaksiya olishga sababchi degan tushuncha hech kimda yo'q. Tushunyapsizlar o'sha narsani? Hozir bu tarafda ham qisqacha tushuntirib o'taman. Ya'ni bozorda narx impuls bilan ko'tariladi, orqaga korreksiya, ozgina narx yiqiladi va yorib o'tib dash ketadi. Bizda nima shakllandi? Mana bu zonada baza, ya'ni demand zona. Narx yana ozgina konsolidatsiya, narx ko'tariladi. Yana xuddi shu zona, narx shundan reaksiya oladi, ozgina ko'tarilib, dash yorib o'tadi. Endi bir marta reaksiya berdi, bo'ldi, o'zini ishini bajardi. Va tepada yana supply zona, narx ozgina ko'tariladi, o'sha zonadan qulashni boshlaydi va bizda minimumni sindirib, mana bu zonaga to'g'ri kelib, shu zonadan yana yuqoriga reaksiya olib, tepadagi zonamizdan yana narx qulashni boshlaydi. Bu tepada likvidatsiya, narx pastdagi zonamizdan razворот olib chiqishni boshlaydi va bir marta likvidatsiyani ichib dash ko'tarilishi mumkin. Mana bu maksimumdagi yechiladi va narx shu tarzda davom etadi. Ya'ni
bozor harakatiga sababchi o'sha ochilgan bitimlar, ularning stop losslari, ularning take profiti, ularni misol uchun aytaylik, shu bir-biriga bog'lab turadigan narsa shu zonalar shakllanishi, bizda mana bu to'lqin harakat paydo bo'lishi o'zi aslida bozorni harakatiga sabab shular. Shularning stoplarini yechish uchun ham bozor harakat qiladi. Bo'lmasa prosta oqib, prosta ko'tarilganda hamma buy sell qilib ishlab olasiz. Narx qulayotgan paytda hamma sell kiradi, qulab ketadi va qachondir ko'tarilish boshlaganda buy kiradi, ko'tariladi. Bunaqa narsa yo'q. Bozorda mana bu harakat bor. O'shanda bozorda plus minus bo'ladi va bozor harakatiga sababchi bo'ladi shu narsa. Tushunyapsizlar, ya'ni qisqacha bozorning harakati qanaqa? Bizda mana shu harakat har bitta zona, har bitta order blok mana bunaqa reaksiyalar o'shanga sababchi. Bu meni fikrim, yangi haftaga tilla ozgina ko'tarilishi mumkin. Bu qaysi zonagacha? Hozir kichkina time framedan gaplashamiz, buni ko'ramiz. Xo'p, H4 ga olib o'tamiz. Mana H4 da qanaqa harakat bor? H4 da ham xuddi shu. Xo'p, H4 da mana narx ko'tarildi, maksimum minimum. Hozir rangini to'g'rilab olamiz, buni qizil qilib. Narx ko'tarildi, maksimum minimum narx ko'tarildi. Qaytdi, вот именно o'sha resistentdan narx tepaga yana uchishni boshladi. Mana bu joyda bizda konsolidatsiya, narx ko'tarilib yuqorida yana konsolidatsiya. Narx yana downtrend holatiga tushdi, quladi va immuniy konsolidatsiyaga kelib, nima bo'ldi? Yana konsolidatsiya. O't konsolidatsiyani yorib o'tish kerak va yana pastga tushib, mana bu ishlamagan blokimizgacha kelaversa, o'sha blokdan ozgina reaksiya, inducementni yechib pastga. Bu soddagina bozorni nima desak bo'ladi? Qonun qoidasi uzoq muddatga ishlaydiganlar uchun, scalpingchilar uchun emas, uzoq muddatga ishlaydiganlar uchun bu juda ham sodda narsa, oson narsa. Mana bu immuniy blok nima uchun shakllangan? Bozor o'sha zonaga kelib reaksiya olish uchun. Mana bu zona nima uchun shakllandi? Undan keyin downtrend paydo bo'lish uchun. Ya'ni bizda narx yig'ilishdan keyin qulash bor, qulashdan keyin narx yig'ilish va yana ko'tarilish. Mana bu bizda drop deyiladi, mana bu bizda rally, ya'ni ko'tarilish, mana bu baza. Uchala narsa shu bozorning asosiy harakati, undan ortiqcha harakat yo'q. Bu yerda ham xuddi shu narsa tilada H4 time frame da ko'radigan bo'lsak, hozir buni o'chirib olamiz. Qisqacha analiz qiladigan bo'lsak, oddiy misol, trendning misolida qaraydigan bo'lsak, narxda mana bu trend shakllangan edi. Bu trend yorib o'tdi, to'g'rimi? Tortamiz bu tarafgacha mana. Bizda narxda mana trend maksimum minimum hosil qilib ko'tarildi va bizda kerakli zonaga yetib borgandan keyin o'sha zonadan narx razворот olib, pastga уже yorib o'tib qulashni boshladi mana. Impuls, korreksiya, yana impuls shakllanadi bozorda. Xo'p, bu tarafga endi trend tortadigan bo'lsak, mana maksimumdan tortib yana o'sha bir xil narsa mana. Ko'ryapsizlar, bozordagi trend hosil qilish. Bu bozorda hozir yana 50% ozgina korreksiya olish mumkin va tepadagi blokdan dalshi impuls bilan pastga qulatishimiz kerak. Вот qancha? 240-250 punkt kamida. Va bizda stop loss necha bo'lishi mumkin? Maksimum 50-60 punkt. Lekin biz ancha foydada chiqishimiz mumkin. To'g'ri, mana bu zonaning yig'ilishiga ham bitta sabab. O'shandan ham reaksiya olish kerak, to'g'ri. Bolalar bekorga bay berishmayapti. Hozir ko'ramiz. Mana. Bizda mana bu zona yig'ilganiga sabab nima? O'sha zonaga chiqib, stoplarini yechib qulayapti. Bizda mana bu zonaga yig'ilganiga sabab nima? Shu zonadan narx reaksiya olishi mumkin tepaga. Reaksiya oladi va mana bu bizdagi blokdan dashi pastga qulashi kerak. Shunaqa ideya kichkina time frame-da qaysi zonagacha bizda mana bu hammasi ichki struktura likvidnostlari. Mana shu zonaga kelgan bayga harakat qilib yurmaylar. Qachon bayga harakat bo'ladi? Immuniy shuni yangilab, keyin qaytish bo'ladi, dashi. Yana shunga keladi, yangilaydi, yana ozgina keladi, qaytadi. O'sha stoplarni yechadi, bu yerdan stoplarni yechadi, ozgina qaytadi va selga kirishga imkoniyat. Dash qulaydi. Va bizda mana bu ko'rib turgan bloklarga kelganda o'sha yerdan normalniy chiqish mumkin. Bu necha 18.97, 19 atrofida. O'sha zonagacha selda qolish kerak meni fikrim. Bayga to'g'risi men sabab ko'rmayapman. Bayga ko'rsa bo'ladi, qancha? Примерно 90-80 punktda u. 90-80 punktdan keyin bizda necha punkt qulash bor? Kamida 200 punkt qulash turibdi. H1 da ko'radigan bo'lsak ham, H1 da. Xo'p, bizda H1 da mana bu maksimumni sweep qildi, gap yo'q, sweep qildi, ya'ni stoplarini yechdi bozorda. Mana shu zonani yechdi va bizda mana bu Osiyo sessiyada shakllangan maksimumlarni ham urdi, minimumlarni urishdan pastga yurish kerak. Bu zonada anchagina likvid shakllangan, ya'ni orderlarni bozor yechib, impuls bilan qulab, orqaga korreksiya va примерно imbalansda yoki order blokka chiqib turib, razворотdan yana dashi selga yurishi mumkin. Bu shunaqa ideya bor. Xo'p. Yana nima bor tillarda? Xo'p, selga
aniqlik bilan qaysi zonada mana shu blokdan selga harakat qilsak bo'ladi. Chiqadigan bo'lsa, hop, bu zonamiz katta deydiganlar uchun bu zonamiz 50% ham, 50% ham risk ko'rsak bo'ladi yoki shuni o'zidan 50% ni ham aniqlab beraman. Hop, uzoq muddatga ishlaydiganlar uchun selga shu blokda o'zidan bitta limit, stop loss 50%da. Stop loss 30 punkt. Take profit hozir men sizlarga aniqlab beraman. Take profit 1900 ga qo'yamiz. Hop, take profit. Take profit qo'yildi. Risk reward necha? 1 ga 7, undan keyingisi 50% yana qayta kirish, stop loss yana maksimumda, take profit yana minimumda. 1 ga 8,5. Bizda qanaqa harakat, narx ko'tarilishi mumkin. Gapi 50-60 punkt razvorot olib, stoplarini yechib, narx dashi selga qulashi kerak. O't mana bu bizda likvidatsiya shakllangan, narx likvidatsiyani yechib turib, keyin orqaga reaksiya bo'lishi ham mumkin. Bu baribir shu ideya selga. Yoki shu zonani o'zidan dashi yurib turib, pastdagi ehtimol mana bu zonalarimizni blok topadigan bo'lsak, shu zonaga tushib, keyin yana orqaga reaksiya, orqadagi reaksiyadan keyin dashi yana selga. Tushunyapsizlar? Hozir bizda mana bu maksimum ochilgan sel bitimida turibdi, take profit 1900 da. Bizda keyingi harakat yuqoriga bo'lsa, yuqoridan yana selga tushamiz, dashi minimumlarni sindirib yorish uchun tillada. Shunaqa ideya bor. Buni boshqa qiyin joyi yo'q to'g'risi. O'ylab qaraydigan bo'lsak. Xo'p. Keyin yana nima bor? Bizda mana bu trend shakllangan paytda ham narx normal ko'tarilishi kerak edi mana. Shu trendni yorib o'tib, narx yig'ilib qoldi bu yerda mana. Osiyo sessiyada mana shu zonada narx yig'ilib qolgan edi. Shu yerdan bayga berdim o'zim kanalda ham bolagan. Bayga berilgan stop loss примерно 20 punkt edi, take profit 50%da 1 ga 4, 1 ga 5. Mana shu joyda ham bayga ushaldi. Ya'ni liniya yorib o'tdimi, kamida baribir reaksiya bo'ladi tepaga yorib o'tgandan keyin. Va bizda yana bu zonani ichida o'zida liniya shakllangan mana. Ko'radigan bo'lsanglar. Hop, sal boshqacharoq patron ko'rinishda bo'lgan ekan bu zonada mana. Bu ham bitta sabab ekan narx ko'tarilishiga mana. Liniyaga to'g'ri kelib turibdi, narx ozgina ko'tarilishi mumkin. Mana bu blokdan selga dashi yoki mana shu zonani o'zidan pastga. Ko'tarilishi u bizga ziyoni yo'q. 50-60 punkt narx tepadan yana dash selga ushashimiz uchun vaziyat. Lekin men ularning ideyasi bo'yicha ko'pchilikni narx ko'tarilib ketishi kerak. Bunga sabab ko'rmayapman. Sabab ko'rsam dashi bayga berishi mumkin. To'g'ri. Smart money bo'yicha ham, retail bo'yicha ham shu analiz bor tillaga. Va bizda yilning oxirigacha kamida 18-70 gacha tushib bersa kerak. Примерно qaysi zonagacha, nima uchun? Hozir sababini ham aytib o'tib ketaman. Bizda urinlar bo'yicha ko'radigan bo'lsak, bizda ikkita zonagacha tushib berish kerak. Narx birinchisi 18.75, ikkinchisi 18.30. Bir bu zona sal qiyinroq, chunki narx ozgina bu zonadan reaksiya olib, keyin konsolidatsiyadan keyin reaksiya olib qulash kerak. O'shaning uchun 18.70 ham normal. 18.70 ga tushadigan bo'lsa 380-350 punkt. Bu yilning oxirigacha zo'r natija bo'ladi agar selda tushadigan bo'lsa tillarni. Xo'p. H1da ko'rdik. Endi M15 time frame'dan ko'ramiz. Ya'ni bozor ochilishiga qanaqa harakat qilsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi. Bayga ham ishlab olish uchun imkoniyat. Xo'p, M15 time frame'da M15 struktura birinchi navbatda belgilab olishimiz kerak. Bizda kuchsiz minimum, bozor kuchsiz taraf urib ketish kerak. Mana bu zonadan razvorot ushalgan. Xo'p, agar chiqadigan bo'lsa, bayga shu zonadan hozir teskarisiga tortdim. Agar narx ko'tariladigan bo'lsa, shu zonadan bizda 50% yuqorisidagi 382 yoki 236 shu oralig'idan narxni selga olib ketsak bo'ladi. Birinchi variant. Selga tushundik, selga qaysi zonadan nima harakat qilish kerak. Endi bayga keladigan bo'lsak, yana trendga qarshi bo'lgan bloklarni ishlash sal xatoyu. Bu zonada o'zi ishlab bo'lgan Metigate. Mana bu likvidatsiya bor ekan. Yoki mana shu blokda o'zidan reaksiya olgan blokda o'zidan chiqib ketsa ham bo'ladi. Hozir. Adashmasam kanalga ham berishikli borlar. Stop loss 10 punkt, take profit. Blokgacha bo'lsa ham 1 ga 5 qo'yaylik minimal. Birinchi entry shu yerdan bo'lsa, ikkinchi entry likvidatsiyani yechgandan keyin bo'lsin, take profit o'shanda ham blokgacha 1 ga 7,5. Xo'p, qanaqa holat bo'lishi mumkin agar biz kutgan vaziyat bo'lsa? Narx birinchi blokdan agar dash ko'tarilib tepadagi blokka chiqadigan bo'lsa, o'sha yerdan selga tushundik. Buni yorib o'tib turib pastdagi zonadan narx razvorot oladigan bo'lsa, o'sha 50% gacha va o'sha yerdan dash selga.
boyagi ikkita vaziyat bor. U tepadan keyin boyagi ideyamiz bo'yicha sel ushlasak bo'ladi. Take profitni 1 ga 10mi, 1 ga 15mi o'zingizlarga xohishinglarga qo'yib, xohishinglar bo'yicha qo'ysanglar bo'ladi. Shu minimum 19-10 atrofigacha ushlasak bo'ladi. Shu ideya bor. Narx ko'tariladigan bo'lsa agar yuqoridan selga yoki dash yorib o'tadigan bo'lsa, pastdan bayga ideya qilib ko'ramiz. Uzoqqa emas, baribir qanchadir korreksiya, undan keyin dash sel. Bizga sel bitta muhimroq baydan ko'ra. Sel bitta muhimroq baydan ko'ra.